Birinchi juma namozini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'qimaganlar. Buni bilarmidingiz? Assalomu alaykum dindoshim. Hammalaringizga avvalo Saydul ayyom, hajjul masokin juma muborak bo'lsin. Barchalaringizni ushbu kun bilan muborakbod etaman va bugungi suhbatimiz juma. Juma kunining fazilatlari, juma namozining tarixi va aynan nima uchun juma namozida 2 marta azon aytiladi va shunga oid masalalar haqida gaplashamiz. Diqqat! Hozirgi aytiladigan gaplar meni gaplarim emas. Ulamolar tillaridan aytilgan va bir qancha ulamolar aytgan ma'lumotlar haqida gaplashamiz. Juma so'zi arab tilidan jam bo'lish, yig'ilish degan ma'noni anglatadi. Juma kunining fazilatlari. Juma kunida Alloh taolo borliqni yaratgan. Juma kunida Alloh taolo otamiz Odam alayhisalomni yaratgan. Juma kunida otamiz jannatga kiritilganlar. Juma kunida otamiz jannatdan haydalganlar va juma kunida qiyomat qoyim bo'lishlik bashorati berilgan. Endi savol. Xo'sh, juma kuni qiyomat qoyim bo'ladigan bo'lsa, nega endi biz bir-birimizni tabriklaymiz? Ulamolar shuna javob beradiki, aynan qaysi jumada qiyomat bo'lishligi aniq emas. Bu yolg'izgina Alloh taologa xos bo'lgan ilm. Agar siz payshanba tongida quyoshning boshqa tomondan chiqqanini ko'rsangiz, mayli ertasi kungi juma bilan tabriklamang. Lekin qiyomat qoyim bo'ladigan jumadan boshqa undan oldingi jumalarning fazilatlari ulug'vor. Biz aynan shuning uchun juma bilan tabriklashamiz. Birinchi juma namozini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'qimaganlar. Buni bilarmidingiz? Voqea shunday bo'ladiki, juma namozi aslida juma haqida oyatlar nozil bo'lishdan avvalroq nozil bo'lgan, ya'ni farz qilib berilgan. Lekin o'sha paytda Makka da notinchlik, islom hali quvvatda bo'lmaganligi uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jamoat bo'lib uni o'qiy olmaganlar. Shuning uchun buni eng avvalo sahobiylardan biri bo'lgan Musab ibn Umayr adashmasam, shu sahobiysiga o'rgatadilar. Va bu sahobiysi Madinaga borib, Madinadagi ansoriylardan bo'lgan sahobiy As'ab ibn Zuro'a ismli sahobiyga o'rgatadilar. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nomlaridan. Va shu, ya'ni As'ab ibn Zuro'a ismli sahoba imomligida tarixda birinchi marta juma namozi o'qiladi. Nima uchun aynan juma namozida 2 marta azon aytiladi? Qur'oni Karimda Alloh taolo jumaning azonini eshitganingizda savdolaringizni tashlanglar va Allohning zikri tomon chopinglar deya marhamat qiladi. Ushbu oyatlarda keltirilgan azon bu hozirgi biz bilgan xutbadan oldingi azon bo'lib, buni payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam joriy qilganlar va avvallari juma namozida faqat 1 marta azon aytilgan. Keyinchalik shaharlar kengayib, jamoat ko'paygandan so'ng odamlarning bir azondan keyin xutbaga yetib kelishligi qiyin bo'lib qolgan. Ulgurmaganlar ko'payib borgan. Shu bois Hazrat Usmon raziyallohu anhu davrlarida shu kishining tashabbusi bilan yana bir azon joriy qilingan va bu mana shu hozirgi biz bilayotgan namozdan oldingi aytiladigan ikkinchi azon. Aslida birinchi azon. Namozdan oldingi birinchi aytiladigan azon bu keyinchalik ta'sis etilgan ikkinchi azon. Savol bo'lishligi mumkin. Odamlarning ulgurmasligini hisobga olib azon oldinga surildi. Xo'p, nima uchun endi aynan bitta azon bilan kifoyalanmayapti? Javobi shuki, xutbadan oldingi azonni avvalosi payg'ambarimiz Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallam joriy qilganlar. Ular joriy ta'sis etgan masalani bekor qilishlik ummatning ishi emas. Va ikkinchi sababi, u vaqtdagi xutbalar biz hozir shunchaki tinglab eshitib qo'yayotgan, hali o'zimiz ham arab tilini bilmaymiz, tushunmasdan eshitib qo'yayotgan xutbalar emas. U vaqtda o'sha haftalik bir ma'lum, muhim bir masalalarni hal qilishlik bo'lgan xutbalar bo'lgan. Shu bois u xutbada hamma jam bo'lishligi muhim bo'lgan, shart bo'lgan va undan oldingi chaqiriq azon o'z joyida qolishligi kerak.
va ungacha bo'lgan sunnatga ham, ungacha bo'lgan boshqa amallarga ham ulgib kelishlik uchun yana bir ogohlantiruvchi, chaqiruvchi azon kerak va lozim shart bo'lgan. Shuning uchun juma namozida hozirgacha 2 marta azon aytiladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz, gaplarimiz hali bor edi. Qimmatli vaqtingizni ko'p olib qo'ymaslik uchun shu yerda to'xtashga qaror qildik. Oyibona diydorlashimiz bardavom bo'lishligi uchun like tugmasini bosib qo'yishni va obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jumma Mubarak, Jumma Mubarak, Jumma Mubarak. It is Friday, this is the best day.